Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan LexP. Men o'zimga yangi skin qildim-da. Endi men uyimni tozalashim kerak etgan vashi chang bosib ketibdi. Qani ketdi bo'lmasam. Mana men tayyorlab oldim. Ko'rgan bo'lsanglar. Nima etdi? Mayitni olsak bo'ldi-ku. Nima etdan birinchi boshlaymiz. Bo'ldi. Endi Moni ham buzamiz. Yo'q, aytdim, sonda tayyor. Bo'ldi. Nima et? Bo'ldi endi. Do'stlar, hozir men nima ko'ryapman aytdi? Nima? Benim uyimda deydi, nima bu? Kim qurib ketibdi bu yerga? Shig'lat yo'q. Do'stlar, nima? Kim qurib ketdi mening uyim tagiga bu yerda? Qani yaxshiroq qarab chiqaylik-chi. Ular bu yer menga umuman yoqmayapti, qara ovozlar eshitilyapti menga. Bir, ikki, uch. Och. Nima bu do'stlar? Hozir. Yaxshi. Bor yuqarsang. Tepacha narsalar ekan bu. Yo'q, foraman bu kerak emas menga. Bekardan tushibman men bu yerga. Tupurilgan tashlandiq joy. Xullas do'stlar, shunday video bo'ldi. Men uyimni tozalayman deb tushsam, tashlandiq joy topib oldim. Qarasam, hech nima yo'q ekan. Do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar-ku. Xullas, kerak emas bu joy. Ovoraman endi men bu yerda. Siz bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Hammaga omad, salomat bo'ling. Agar siz shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga men bitta narsani o'rgataman. Men qanday qilib skinni yashadingiz degan savol bo'lishi mumkin. Bu savolga javob. Hozir sizlar Play Marketga kirasizlar. Mana bunaqa deb yozasizlar. Keyin Ustamit yozib turib, mana shu ilovaga kirasiz. Va xohlagan skinningizni yasaverasiz.